Stenakarda ikki xil bo'ladi. Stabil, nostabil. Stabil ya'ni turg'un degani qanaqadir bir jismoniy yuklama bergan paytimizda xuruj qiladi. Hop, bundan nima bo'ladi? Kanadan qon tomirlarida okkluziyaga uchragan bo'ladi, ya'ni berkilgan bo'ladi ateroskleroz hisobiga. Kardiomiyosidlarga kislorod yetishmaydi va og'riq kuzatiladi. Hop, asosiy o'zgarishlar EKGdagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. ST segment depressiyasini kuzatamiz ko'p hollarda. Nostabil ya'ni noturg'un, xuruj bunda vaqt tanlamaydi, xohlagan payt xuruj qilishi mumkin. Og'riq ikkalasida ham chap ko'krak sohasida, yelkada, bo'yinda va chap jog'iga tarqaladi. Xuruj asosan 20 minut davom etadi, ungacha tarqab ketishi mumkin. Stenakardiyalar ikki xil asosan uchraydi, tarqoq va diffuz tipda. Tarqoq degani faqatgina bir dona qon tomir ateroskleroz hisobiga okkluziyaga uchraydi. Diffuz tipida ko'plab qon tomirlar berkilib qoladi. Stenokardiyada kardiomiyosidda nekrozga uchramaydi. Nostabil stenokardiyada nitroglitserin ta'siri birozgina kamayadi. Davolash antitrombotitlar beramiz. Misol uchun zilt beramiz. 75 mg bilan statinlar guruhiga mansub atrovatsin beramiz. Xolesterinni eritadi. Yomon xolesterinlarni eritib, yaxshi xolesterinlar ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Qon bosimini nazorat qilish uchun enalapril, ATP ingibitorlariga mansub enalapril beramiz. Qo'shimcha preparatlar berishimiz mumkin, metabolik preparatlar, bundan trimetazin. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.